10 yil bo'ldimi? Birga sahnaga chiqmaganlik. Ummon guruhi. Oxirgi marta 2016 chiqdik. Shu bilan hali birga sahnaga chiqmadik. Aka endi konsert berish niyat bormi? Birga o'sha Zohid aka bilan Shohruh aka sahnaga chiqib. Konsert endi xudo xolisa keyingi yil mayliga plan qilyapmiz. Afsus aka 10 yil o'z muxlislar qancha sabr qilib kutdi. Bitta g'oya bor. Yo'q demasanglar, yo'q desanglar muxlislar bang'alab tashib yo'q deysizlar. 26-da birga ketasizlar Andijonda. Mana 26. Mana 26 Andijonda Sarbola pizzani ikkinchi filialini ochamiz. Sahnalarni bomba qilib qo'yamiz. Faqat Ummon guruhi o'sha yerga kelsa, qanaqadir mini konsert qilsa, ya'ni muxlislar keladi. Ummonning fanatlari keladi. Faqat sizlar rozilik bildirsanglar bo'ldi. Vashi eksklyuziv bo'ladi. 10 yildan keyin dahshat bo'ladi aka. Menga zo'r bo'ladi. Bitta tarafi ham bor, birinchi Andijonni boshlaganmiz konsertlarni. Mana Andijon. Hozir mana shu like bang'alashib tashlaysiz odamlar bosib, kommentariyada yo'q, bermasanglar bo'lmaydi. Birinchi Andijondan boshlagansizlar, yana Andijondan boshlaysizlar deb kommentariy portlab tashsa, rozi bo'lasizlarmi? Hozir 5 yildan olsam bu. Da, inshaalloh. Rozi bo'lasiz. Da. Rozimiz. Keyin o'zgarib qolmaydi, fikringlar. Aniq. Do'stlar, aniq deyishyapti. 10 yildan keyin birinchi marta aynan bizni Sarbola pizzamizni ochilishida konsert berishi mumkin. Tasavvur qilasizlarmi? Do'stlar, qisqa muddat ichida Sarbola pizzani Andijonda ikkinchi filialini ochamiz, chunki sizlar shunaqa podeshka qildinglar va sizlarga ham eng zo'rlarini har doim ulashga harakat qilyapmiz. Shuning uchun kommentariyalarni portlatib tashlashingiz kerak bo'ladi. Ummon eng yaxshi ko'rgan qilishingiz qaysi? Ummon baribir ummonde. Qo'shag'im mande shoxatele votqalle yo'qsa yo'q